Hozir SSF termometri va nebulizerni yangi mavsumda ishlatish uchun nimalar qilish kerakligini ko'rsatib beraman. Bu videoni oxirigacha ko'ring. Bu maslahatlar sizga foydali bo'ladi. SSF termometrini yangi mavsumga tayyorlab olish uchun birinchi bo'lib spirtli salfetka yoki bo'lmasam 70% spirt paxta bilan artib oling. Birinchi bo'lib uchini spirtli salfetka yoki bo'lmasam paxta va 70% spirt bilan artib oling. Agarda ekrani xiralashgan yoki sekin ishlayotganini sezsangiz, batareyasini almashtirish kifoya. Eslatma, aniq natija olish uchun ovoz chiqazgandan keyin 2-3 daqiqa ushlab turing. Dr. Panda nebulizerini yangi mavsumga tayyorlash uchun birinchi bo'lib iliq qaynatilmagan suvda yuvib oling. Shuningdek, har hafta 70% spirt yoki bo'lmasam maxsus antiseptik vositalari bilan artib yurish tavsiya etiladi. Nebulizerni yig'ishdan oldin barcha qismlar to'liq quriganiga ishonch hosil qiling. Namlik qolsa, bakteriya paydo bo'lishi mumkin. Eng muhimi, kompressorning ichiga suv tushmasin. Undan keyin nebulizerni filtrlarini tekshiring. Agarda sarg'ayib ketgan bo'lsa yoki iflos bo'lsa, almashtirish kerak. Filtr esa Dr. Panda korobkasida bo'ladi. Shuningdek, nebulizer maskasi sarg'aygan bo'lsa, uni ham alishtiring. Maskani dorixonalardan topishingiz mumkin. Ishlatishdan oldin albatta dori quyiladigan idishni tayyorlang. Agarda SSF termometri va Dr. Panda nebulizerini ko'rsatganimizdek tozalab tayyorlasangiz, undan uzoq vaqt foydalanishingiz mumkin. Qayerda yashashingizdan qat'iy nazar, nebulizerlarimiz texnik tomonlama buzilib qolsa, o'zimiz yangisini olib borib almashtirib beramiz. SSF termometri va Dr. Panda nebulizeri farzandingiz sog'lom bo'lishi uchun har doim tayyor.